Haliyam mehmon kelganda olivia qilib kutyapsizmi? Sizlarga shunaqa oson, lekin mazasi og'zingizda qoladigan salatni retseptini aytmoqchiman. Buning uchun ikkita fileni shunaqa suvda pishirib olasizlar. Agar kamroq qilmoqchi bo'lsangiz, bitta dona file ham yetadi. Men ko'proq qilganim uchun ikkita va shunaqa kubik qilib kesib olasizlar va tuxumlarni suvda pishirib, shunaqa qilib kesib chiqasizlar o'rtasidan va yana ikkitaga. Katta bo'lishi kerak. Tuxumni 12 ta soldim, ikkita filega. Sizlar agar bitta qilsanglar, 6 ta qilasizlar qizlarjonlar va tuxumlarni ham to'g'ravaganimdan keyin uni ustidan jo'xori solasizlar. Shunaqa solganingizdan keyin mayonez solib yaxshilab aralashtirasiz. Mazasi shunaqa og'zingizda qoladigan, oliviyani yo'lda qoldiradigan salat desam bo'ladi. Har doim mehmon kelganda oliviya bilan kutoladigan digonelarga jo'natib qo'yinglar. Undan ham osonroq, mazasi juda ham zo'r salat borligini ko'rib qilib ko'rsin qizlarjonlar.